Menimcha shu yer bo'lsa kerak. Menimcha shu yer O'zqaralichi 82-qishloq. Menimcha shu yer. Qandaydir qishloqlardan so'rashim kerak. Bu 82-qishloqmi ekan? Qani kim bor ekan? Negadir kitobimni topolmayapman, hech tushunmayapman. Yetmayapman kitobimga. Nima? U yerda kim bor? Qani kim u? Bizning qishloqqa kim keldi? Qanday? Mashinasi chiroyli ekan. Borib sonlashib kelaman, ketdim. Eshik ochilmayapti-yu. Yana eshik ochilmayapti. Doimgidek. Hozir aynakni ochamiz. Aynak ham ochilmayapti-yu. Anchadan beri uyimni remont qilmagandim. Mayli. Aynakni sindirishga to'g'ri keladi. Opa. Salom. Salom. Bu mashina siznikimi? Bu mening mashinam. Bilasini aytolmaysanmi? Bu 82-qishloqmi? Bu 13-qishloq. Nimaga kerak yurtimiz? Hozir so'rayman, millioner menga bir narsani buyurganda, men uning menejeriman. Men menejeri, zo'r-ku. Hozir nimaga kerak edi 82-qishloq? Millioner menga aytgandiki, 82-qishloqdan eng eski uyni topib, uydan eng zo'r uyga aylantirgin degandi. Nima eng eski uydan juda ham zo'r, eng zo'r uyni qurish? Nima turibsan menejer? Men senga hozir juda ham eski uyni ko'rsataman. O'zing aytding-ku, bu 82-qishloq emas ekan deb. Demak, men qura olmayman. Yo'q, bu 82-qishloq. Men senga hozir eng eski uyni ko'rsataman, ko'r. Mana eng eski va eng chirigan uylardan biri. Aniq ishonching komilmi bu? Aniq 82-qishloqmi? Menga millioner aytgandiki, to'g'ri qilib topgin deb. Millioner aniq shu uyda aytgan. Bu aniq 82-qishloq. Bo'pti, borasam ishni boshlaymiz. Xo'sh, meni bo'lmasam radojnik blogim qani? Hozir olaman. Opa, oldim, hozir ishni boshlayman. Mana nihoyat. Meniki endi eng zo'r va eng chiroyli uylardan biri bo'ladi. Millioner 82-qishloq degandi, lekin meniki 13-qishloqqa. Menejeri ham yo'q ekan. Zato mening eng zo'r uyim bo'ladi. Bu kishiga sabrim chidamaydi. Tezroq borib kofe ichib keyin kelaman. Charchadim bo'ldi. Bola, sizlar, men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Bola, juda ham charchadim bola. O'zi ham nima qilding deyotgan bo'lsanglar, qarochi men yerdan aylanib yugurib keldim. Mana yerdan aylanib yugurib keldim. Juda ham charchab ketdim o'rmonlardan yugurib. Nima? Tushunmadim, bu qanaqa mashina bo'ldi? Prezident keldimi? Yo'q, prezident kelishi mumkin emas. Chunki qandaydir politsiya yoki kimdir turar edi. Menimcha kimdir kelgan. Nima? Tushunmadim. Qo'shnimning uyi nimaga bunaqa? Nega? Tushunmadim. Kim qildi bunaqa ishni? Xo'sh, hozir borib ko'rib kelaylikchi. Tushunmadim. Radojniy blok. Vau! Qayerda? Iltimos janob o'yinchi. Iltimos, bu yoqqa kirmasangiz, bu yerda remont bo'layotgandi. Salom, qani qishloqqa o'zi bu qanaqa radojniy blok bo'ldi? Qanaqa qishloqi bo'ldi? Bo'ldi. Bu uyda bergan qishloqimi? Ha. U hozir ketib qolgan edi. Qishloqqa yangi ustachi chaqirgan, to'g'rimi? Siz ustachiga o'xshamaysiz-ku. Yo'q, men qishloqqa uy qurmayapman. Men millionerga uy quryapman. Qanaqa millioner berdi? Millioner berishmaydi-yu, millioner shaharda yashaydi. Men bilaman. Millioner menga aytgandiki, 82-qishloqni topib, eng eski uyga eng zo'r uy qurgan deb. Tushunmadim, qanaqa 82-qishloq? Bu axir 13-chi. Kompot, iltimos, oldimga kelganda iltimos yana yaqinroq. Iltimos, hech narsani gapirma. Qishloq, iltimos tushuntirib ber. Bu o'zi kim bo'ldi? Bu millionerning menejeri. U mening uyimda chiroyli qilib beradi va eng zo'r uy meniki bo'ladi. U aytdiki 82-qishloq deb. Men bilaman, faqat men o'zimning uyimni chiroyli qilmoqchiman.
Qishloqqa jinnimisan, bekaring qamalib ketasan. Sekin gapir. Kapot iltimos bir marta yordam berib qo'y iltimos. Bu qilayotgan ishing noto'g'ri. Hech kim bilmaydi kapot iltimos bir marta yordam berib qo'y. Voy, millioner bilib qolsa o'ldiradi seni. Chiqsa yo'q kapot. Millioner sezmaydi hech narsani. U juda ham boy, qamalib ketasan bekor. Gapinglarni bo'lganim uchun uzr, lekin ishni boshlayveraymi? Qilavering. Kapot iltimos yordam berib qo'y. Eng zo'r uy meniki bo'lishi iltimos. Qishloqqa o'zingga bekor muammo orttiryapsan. Iltimos, men aytganim-ku. Buncha to'g'ri gapmisan bo'ldi menga ishlatmayman, men hozirroq ish qilishim kerak. Qishloqqa hech qanday tomosha ko'rsatma. Iltimos, bu 82-chi qishloq emas-ku. Qo'yaver, o'zim yo'lni topaman. Ha, bo'pti, mayli, qishloqqa bo'lmasam. Bola ko'ryapsanmi, qishloqni qaranglar bola. Negadir aqldan ozib qolgan, u yaramas. Qanaqadir o'zi bu 82-chi qishloq deydi, o'zi bu 13-chi qishloq bo'lsa, qanaqadir yolg'on gapiryapti. Ana qishloq yolg'on gapiryapti 100%. Hozir ham o'shida turibdi. Hozir yo'q, u albatta o'zqorlikcha yo'q. Ana men yordam bera olmayman, u meni qarab turibdi. Nima qilsam bo'larkan, mayli. Sekin qarab ko'raylikchi. Qarab turibdi. Mayli, keyin bir yo'lni toparmiz. La. Nimagadir tovush eshitilmayapti-da. Menimcha bu tushgan bo'lsa kerak. Menimcha bo'ldi. Qani qarab ko'raylikchi. Mashina ham yo'q. Demak, u ketgan. Demak, bo'ldi, hammasini butgan. Qishloqqa nimagadir aldadi, lekin bu 13-qishloq eng legendar. Rahmat, bu eng zo'r uy. Albatta millionerdek uyi. Nega sen bunchalik xursand bo'lyapsan? Axir bu millionerning uyi bo'lsa. Men prosta millioner uchun xursand bo'layotganim, to'g'rimi kapot? Yo'q, to'g'ri, noto'g'ri deyapti. U ham juda ham xursand, kapot ham juda ham xursand. Chunki millioner axir 82-chi qishloqqa ko'chib kelyapti. Bu juda ham ajoyib. Bunga arziydi, chunki bu milliard dollarlik uy bo'lib tursa, bu eng zo'r uylardan biri. Bu radujli bloklik. Mayli, men ketdim, bo'lmasa millionerni chaqirib kelaman. Senga esa mashinaman, uyni qoldirib ketaman, yaxshilab qaragin. Bunday gap yo'q, o'zim hammasini qarab turaman. Mayli, bo'lmasa men millionerga aytishim kerak. 82-chi qishloqda eng zo'r uy unikiligini. Hayır, 13-chi qishloqda eng zo'r uy meniki. Insofing bormi? Qara buncha narsani. Insofim bor, ko'zimdan ko'rmayapsanmi? Men faqat ko'zlaringda pulni ko'ryapman. Tushunmayapsan, bu millionerdiki, sen esa buni bilib tura olyapsan. Bu meni aybim emas, o'zi 82-chi qishloq deb o'yladi. Endi meni problemim emas. Seni insofing ham yo'q ekan, qara, mashina olding va pullarni hammasini olib ol. Men qanaqasiga olib olaman? O'zi berdi, to'g'rimi? Ayb meni emas, endi ko'rmaysan meni uyim ichini. Mayli, ko'rsak ko'ramiz. Bu juda ham yorqin yurli uy bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli. Qaraganda bu uy endi meniki. Eng zo'r va eng radujli blokli uy. Qanday uxlaysan? Bu yer juda ham yorug'-ku. Hech qisi yo'q, yaltiroq narsalarga qarab yotaman-da. Baribir aldaganing menga yoqmayapti-da. Hech qisi yo'q, hech kim sezmaydi. Agar millioner kelib qolsa, seni aniq o'ldiradi. Tushunmadim, nimani tovush eshitilyapti? Qishloqqa bola tusholdik. Nega meni 13-chi qishloqqa olib kelding? Men senga aytganim 82-chi qishloq deb. 13-chi qishloq emas, bu 82-chi qishloq. Bu 82-chi qishloq emas, bu 13-chi Nega bu yoqqa radujni blok qilding? Dengiz aytgandek eng eski uyga eng zo'r uy qurgin deb men ko'rdim. Ko'raylikchi, qani. Qishloqqa yomon xabar bor, u bizning oldimizga kelyapti. Bola kapot, sen meni ko'rmading, men ketdim. Salom. Qishloqqa nima bo'lganini menga tushuntirib berasanmi? Uzr so'rayman, iltimos, hozir hammasini to'g'rilayman, iltimos, meni kechiring.
Ha, qishloqqa hammasini tushundingmi endi? Kompot meni uyimni hammasi olib ketdi-yu, o'zimni uyimdan ham battarroq qilib ketdi. Uyga hammasini olib ketadi. Mana senda eshik bor va kravat bor. Lekin bu hammasi emas. Aha, endi hech qachon hech kimni pulini olmagin, tushundingmi iltimos? Menga millioner yoshi yoqmadi. Bo'ldi, hech kimnikini o'g'irlama. Bironta bogat yoki kimdir boy bo'lsa ham hech kimnikini o'g'irlama. Kompot men atigi Olchichi qishloqda eng zo'r uy meniki bo'lishini xohlagandi. Ey, qishloqqa o'zi eng zo'r uy seniki-yu, jinimisan? Eng zo'r uy edi. Endi esa eng yomon uylardan biri. Endi xafa bo'lma, men senga uyingni qayta qurishga yordam beraman. To'xtab tur, obunachilarim bilan xayrlashib. Bola hech qachon bunaqa yomon aytmaydi qilmaydi. Lekin uy ham normal ekan. Qaranglar, oddiy, o'ziga yarasha, qaranglar, endi unga rangda qarachi, tesni yo'q qarachi rangini. Qarachi o'ziga mos rangda, nima bo'lsa ham qaranglar, yaxshilik-ku. Ha, mayli. Endi hech kimga ishonmash kerak. Qarachi aldamash kerak hech kimni. Hech kimni aldamasanglar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Ha, mayli. Like va obuna bosib qo'yinglar. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr tilayman. Men Kompot bo'ldim.